1,5-2 yoshgacha bolalarni garshokka o'tirg'izish va siyishga o'rgatish mumkin emas. 3 yoshgacha bolalar bilmasdan siyib qo'yishi va siyish haqida ota-onasiga aytmasligi mumkin. Ko'pchilik ota-onalar 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarni qo'llariga ushlab olib, si tush so'zlarni aytib siyishga o'rgatmoqchi bo'lishadi. Bu juda ham katta xato. Bu holatda bola siyishni shartli refleks asosida o'rganadi. Har qanday refleks asosida aql ishtirok etmaydi. Fiziologik, aqlga tayangan va nazorat qilinadigan siyish va ichki kelishi bola uchun muhimdir. Agar ota-ona bolani reflektor siyishga o'rgatib qo'ysa, bola kelajakda mustaqil siyishga va garshokka o'tirishga juda qiynaladi. Ivan Pavlov itlarda o'tkazilgan tajribalar natijasida shartli reflekslarga to'liq ma'lumot berib o'tib ketgan. Shartli refleksda jonzotlar uchun o'ta muhim. Bolalarni qachon garshokka va siyishga o'rgatish kerak? 1,5-2 yoshlar atrofida bolalarda kontrol qilinadigan, nazorat qilinadigan siyish va ich kelish jarayoni boshlanadi. Bolalarning ichi bir xil vaqtda kelsa, bolalar siyasanmi, iching keladimi degan gaplarni tushunsa va mustaqil kiyinishga harakat qilsa, bu holatda bolalarni garshokka o'tirg'izsa va siyishga o'rgatsa bo'ladi. Nega hozirgi bolalar tez kasal bo'lishadi? Yaxshi rivojlanmagan jag'lar, qiyshiq tishlar hamda tor nafas yo'llari bolalarning tez kasal bo'lishiga sababchi bo'lmoqda. Jag'larning kichkina, yuqori nafas yo'llarining tor bo'lib qolishiga asosiy sabablardan biri bizning oziqlanishimizdir. Bizlar borgan sari yumshoq narsalarni ko'p iste'mol qilmoqdamiz. Natijada jag'imiz kichkina, chaynoq mushaklarimiz esa kuchsiz bo'lib qolmoqda. Bola yaxshi nafas ola olmaganligi uchun og'zini ochadi. Og'zini ochib yurishi natijasida pastki jag'i yaxshi rivojlanmay qoladi. Natijada distal prikus va nafas yo'lining torayishi kelib chiqadi. Yil sayin bolalarning yuz tuzilishi o'zgarib bormoqda. Hozirgi bolalar va kattalar bilan oldingi odamlarning yuz tuzilishida juda katta farqlar bor. 100-200 yil oldingi odamlarning yuzlari keng, jag'lari katta bo'lgan. Chunki ular qattiq narsalarni ko'p yeyishgan. Bu esa tishlarning tekis chiqishiga, tilning o'z joyida qolishiga va yuqori nafas yo'llarining keng bo'lishiga olib kelgan. Bolalar bemalol nafas olishgan. Yumshoq narsalarni ko'p yeyishimiz natijasida yuzimiz hamda jag'imiz kichrayib bormoqda. Hattoki 100 yildan keyin aql tishi ham chiqmay qo'yadi, chunki bunga ehtiyoj qolmaydi. Bolangizning yuz tuzilishi yaxshi rivojlanishini xohlasangiz, ko'proq qattiq va uzoq chaynaladigan narsalarni bering. Biron-bir genetik belgini yuzaga chiqishida gohida bitta avlod, gohida esa bir nechta avlod o'tishi kerak. Bu bilan nima demoqchiman? Hozirgi bolalarning nimjon bo'lib ketishi oxiriga 20 yil ichida bo'lgani yo'q. Aksincha, 100-200 yildan beri bu jarayon shakllanib kelmoqda. Bolalarga choy berish mumkin emas. Choy bolalardagi anemiya, gemoglobinning tushib ketishi, rahit, tez jahl chiqishi va boshqa kasalliklarga olib keladi. Choy tarkibida tanin moddasi bor. Tanin moddasi temir bilan birikib olib, temirni organizmga so'rilishiga yo'l qo'ymaydi. Natijada temir yetishmovchiligi anemiyasi kelib chiqadi. Choy tarkibida turli xil alkaloidlar, tein, choy kofeini bor. Choy kofeini organizmdagi nerv sistemasiga ta'sir qilib, uni qo'zg'atadi. Yurak urish sonini ko'paytiradi. Organizmda vitamin D hosil bo'lishini kamaytirib, rahit kasalligini keltirib chiqaradi. Choy tarkibidagi purin hosilalari organizmda sidik kislotasi miqdorini ko'paytiradi. Natijada bolalar sababsiz baqiradigan, terisida toshmalar toshadigan bo'lib qoladi. Choy tish emaliga yomon ta'sir ko'rsatib, rangini sarg'aytirib yuboradi. Choyni nafaqat bolalar, balki kattalar ham kamroq iste'mol qilishlari kerak. Ovqat vaqtida iloji bo'lsa choy o'rniga oddiy suv iste'mol qilish maqsadga muvofiqdir. Vaksinalar tarkibida simob, rutut va alyuminiy bormi? Alyuminiy va simob hayot uchun xavflimi? Ha, ba'zi bir vaksinalar tarkibida alyuminiy va simob bor. Vaksinalarga odatda simob saqlovchi modda tiomersal qo'shiladi. Tiomersal vaksina toza, steril holatda turishi, bakteriya va zamburug'lar rivojlanib ketmasligi uchun qo'shiladi. Odatda simob konservanti ko'p dozali vaksinalarga qo'shiladi. Bitta idishda bir qancha dozadagi vaksinalar bo'lsa, bu ko'p dozali vaksina deyiladi. Tiomersal tarkibidagi simob organizm uchun zararli emas. Tiomersalning eng yomon ta'siri ukol qilingan joyda og'riq va allergik holatlarning rivojlanishidir. Barcha baliqlar tanasida simob bor. Ular tanasidagi simob vaksina tarkibidagi simobdan ko'pdir. Vaksina tarkibida alyuminiy ham bor. Alyuminiy adyuvant organizmda yaxshi immunitet hosil bo'lishi uchun kerak. 7 yoshli bola vaksina bilan birgalikda 4 milligrammgina alyuminiy qabul qilib oladi. 6 oygacha bolalar sut mahsulotlari bilan birgalikda 4 milligrammdan ko'p alyuminiy qabul qilib oladi. Ya'ni vaksina tarkibidagi alyuminiy bolalarga zararli ta'sir ko'rsatmaydi.
Ko'pchilik sigaret chekadiganlarning sigareti bo'lmasa tualetda siya olishmaydi va ichi kelmaydi. Kelsa ham qiyinchiliklar bilan keladi. Bu shartli refleks deb ataladi. Ko'pchilik maktabda o'qituvchilardan, uyda esa ota-onasidan bekinib tualetda sigaret chekadi. Bu jarayon ko'p takrorlansa odat tusiga kiradi. Odamlar tualetda birinchi chekadi, keyin esa siyadi yoki bo'lmasam ichi keladi. Bu holatda sigaret va nosga bog'liq bo'lgan shartli refleks rivojlanadi. Tualet, sigaret va siyish bir-biriga uzviy bog'lanadi. Ana endi bu jarayondan sigaretni olib tashlasak, bir-biriga bog'liqlik va ketma-ketliklik buzildi. Ana endi bu odam siya olmaydi. Chunki refleks buzildi va to'liq emas. Bu refleksni Ivan Pavlov itlarda o'tkazilgan tajribalarda isbotlab o'tib ketgan. Ko'pchilik ota-onalar hattoki chillalik chaqaloqlarni ham qo'llarida ushlab olib to'sishga harakat qilishadi. Bu holatda bolaning chanoq son bo'g'imi va bel umurtqalari zararlanishi mumkin. Ota-onalarning bolalarni to'sib, tush, si so'zlarni aytib siydirishga o'rgatish bolalarda shartli refleks hosil bo'lishiga olib keladi. Bolalarga bunday shartli refleksning keragi yo'q. Ota-onalar uchungina kerak. Bunday qilib bolalarni siyishga o'rgatish kattalarning tualetga kirib, sigaret chekib siyishi bilan barobardir. Bola aqliy ravishda siyishni va ich kelishini nazorat qilishni 1,5-2 yoshlar atrofida o'rganib oladi. Ha, ba'zi bir bolalarda 1 yoshdan ham bo'lishi mumkin. 1,5-2 yosh bu dunyo bo'yicha olingan o'rtacha ko'rsatkichdir. Berilgan informatsiyani siz xohlagancha qabul qilishingiz mumkin. Bu meni xato gapirayotganligimni bildirmaydi. Bu sizning tibbiy bilimingiz. Nega chaqaloqlarning sochlari to'kiladi? Sochlari har xil bo'lib chiqadi. Ba'zi joylarda sochlar butkul to'kilib ketib, kal bo'lib qolishi ham mumkin. Chaqaloqlardagi soch to'kilishiga rahit va vitamin D yetishmovchiligining umuman aloqasi yo'q. Bu normal holat, xavotir olishga hojat yo'q. Mayin sochlar to'kilib, doimiy sochlar chiqayotgan vaqtda kuzatiladigan holatlardan biri. Bola 2 oyligida sochlar to'kilishni boshlaydi. 6-7 oyliklarida esa doimiy sochlar chiqishni boshlaydi. Bu chaqaloqlardagi soch to'kilishi neonatal alopesiya deb ataladi. Chaqaloqlardagi soch to'kilishi har 100 ta chaqaloqdan 20 tasida uchraydi. Chaqaloqlardagi soch to'kilishini davolash shart emas. Sochlarning o'sishida 3 ta bosqich bor. Birinchisi sochlarning aktiv o'sishi. Ona qornidaligida bolalarning sochlari aktiv tarzda o'sadi. Ikkinchisi oraliq yoki bo'lmasam o'tish bosqichi. Uchinchisi sochlarning o'sish bosqichi. Bolalarda aynan mana shu bosqichlar bir-biri bilan o'rin almashadi. Nega bolalar uyqudan uyg'onib ketgandan keyin yig'lashadi? Buning sababi nima? Normada yuzaki va chuqur uyqu bosqichlari tafovut qilinadi. Chuqur uyqu bosqichida uyg'onib ketgan bola yig'laydi, chunki bola uyqu bosqichlari sirkadian ritm kecha va kunduzni farqlay olmaydi. Chuqur uyqu bosqichida uyg'ongan bolaning tanasi va bosh miyasi hali to'liq uyg'onmagan bo'ladi. Bu holatga ko'nika olmagan bola nima qilishni bilmasdan yig'lashga tushadi. Yuzaki uyquda bolaning tanasi hamda ko'zlari qimirlaydi. Nafas olishi yuzaki hamda soni ko'p bo'ladi. Chuqur uyquda esa bola umuman qimirlamaydi va nafas olishi chuqur hamda soni kam bo'ladi. Chuqur uyqu vaqtida uyg'onib ketgan bolaning o'ziga kelishiga 10-15 daqiqa kerak bo'ladi. Bolani 10 minut davomida ovutganimizdan keyin bolaning yig'lashi kamayib o'ziga keladi. Bola qancha katta bo'lgan sari bu holatga tezroq ko'nika boradi. Agar bolani uyg'otmoqchi bo'lsangiz, uni yuzaki uyqu vaqtida uyg'oting. Bu holatda bola uyg'onsa ham yig'lamaydi. Chunki bu holatda tana uyg'onishga tayyor bo'ladi. Hattoki kattalarni ham chuqur uyqu vaqtida uyg'otadigan bo'lsak, cho'chib, qo'rqib uyg'onishadi va atrofga qarab nima bo'layotganligini tushunmasdan turishadi va sekin-astalik bilan o'ziga kelishadi. Kattalarni ham yuzaki uyqu vaqtida uyqudan uyg'otish tavsiya beriladi. Nega chaqaloqlarda hiqchoq kuzatiladi? Hiqchoq ona qornidalik vaqtidan boshlanadi. Hiqchoq nafas olishda ishtirok etuvchi mushak diafragmaning ixtiyorsiz ravishda qisqarishi natijasida yuzaga keladi. Chaqaloqlarda nafas olish a'zolari yaxshi rivojlanmaganligi sababli hiqchoq ko'p kuzatiladi. Bundan tashqari, chaqaloqlarda nafas olish mushagi diafragma qisqarishga moyil va sezuvchanligi juda yuqori bo'ladi. Quyidagi holatlarda ham hiqchoq kuzatilishi mumkin. Birinchisi, chaqaloqlar to'yib ovqatlanganda oshqozon kengayadi va diafragmaga ta'sir qilib, uni ixtiyordan tashqari qisqarishiga olib keladi. Chaqaloqlarning sovuq qochishi, qattiq qo'rqishi, yig'lashi, kulishi, hattoki pampersni o'zgartirayotgan vaqtda ham hiqchoq tutib qolishi mumkin. Chaqaloqlar emayotgan vaqtda ko'p havo yutadi, oshqozoni va ichaklarida havo yig'ilib qoladi. Bu ham hiqchoq tutishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bolani emizib bo'lgandan keyin 20-40 minut davomida bolani tikkaroq holatda ushlab turish kerak. Ya'ni oshqozonidagi havo og'iz orqali chiqib ketgandan so'nggina yotqizish mumkin. Keyingi mavzuyimiz homiladorlardagi va homiladagi, ya'ni tug'ilmagan boladagi hiqchoq haqida bo'ladi.
Ko'pchilik ota-onalar bolalarni bilmagan holatda bo'yin qiyshiqligiga olib keladi. Ya'ni bir tomondan emizish yoki bo'lmasam bolaga bir tomondan yondash natijasida ham bolalarda tug'ma bo'lmagan, ya'ni orttirilgan bo'yin qiyshiqligi kelib chiqishi mumkin. Tug'ma bo'yin qiyshiqligi ham bor. Bu nevrogen yoki bo'lmasam mushakka bog'liq bo'lgan bo'yin qiyshiqliklari tafovut qilinadi. Ya'ni aynan mana shu mushak bir xillada kichkina bo'lib qoladi va o'smaydi, yaxshi o'smaydi. Shuning uchun bola aynan mana shu tomonga qiysayadi va qarama-qarshi tomonga harakati cheklanadi. Chunki harakat qilsa aynan mana shu mushak kengaymaydi, uzaymaydi. Natijada bo'yin qiyshiqligi kelib chiqadi. Bu bo'yin qiyshiqligini odatda ortopedlar va nevropatologlar birgalikda davolaydi. Ota-ona bolasida bo'yin qiyshiqligi bor deb shubha qildimi, darhol travmatolog, ortoped va nevropatologga murojaat qilish shart. Chunki qancha vohli davolansa, shuncha effekti yaxshi bo'ladi. Normada chaqaloqlar va bolalar qanday tezlikda semirishadi? 2 kg 800 tug'ilgan chaqaloq misolida ko'rib chiqamiz. Tug'ilganidan to 6 oylikgacha har oy chaqaloqlar 800 grammdan vazn olib borishadi. 7 oylikdan 12 oylikgacha esa har oy 400 grammdan vazn qo'shishadi. 1 yoshli bo'lgan chaqaloq esa taxminan 10 kilogramm bo'ladi. Ya'ni 2 kg 800 qo'shuv 408 qo'shuv 204 10 kilogramm bo'ladi. Bu holat bola normal o'sganda, bola shamollaganda yoki bo'lmasa ichi buzilganda bu holatlar o'zgarishi mumkin. 1 yoshdan 5 yoshgacha esa bolalar har yili 2 kilogrammdan semirib borishadi. 5 yoshdan 11 yoshgacha esa har yili 3 kilogrammdan semirib borishadi.